birdaniga o'sha bo'lib qolmaydi o'sha o'g'il bola hamchi. Ko'chaga chiqqani qo'rqadi, ish yurishmayotganidan, ish qilsa bo'lmayotganidan ko'ni sovib uyda o'tirib oladi, xotin chiqadi, tirishlik bo'ladi, er uyda o'tirib oladi. Shunaqalar ham yo'qmasa, ko'zingizlarni katta ochinglar, juda ham katta gunoh qilyapsizlar. Xotin kishi o'zi uyda o'tirish kerak edi. Erkak kishi chiqib ishlashlik kerak edi. Siz nima qildingiz? Siz o'tirib oldingiz, xotin boqyapti. O'shuning uchun qizlarini turmushga uzatayotgan akalarimiz ham o'zingga yoqqan bo'lsa beravermas. Bu qo'ymas, yoqmasa qaytarib olamiz degani. Siz surishtiring o'sha sizga qizingizga xaridor bo'layotgan o'g'il bolaning oilasi. Qani erkaklar qilish kerak ekan, aylanib kelib yana. Otasi qanaqa, nima suv bilan boqqan, nima muhitda katta bo'lgan, u oilada erkak rahbarmi, xotin rahbarmi? U yerda o'lchov nima? Televizormi o'lchov yo shariatmi o'lchov? Erkaklar hal qilish kerak shu narsani, bizga to'g'ri kelmaydi. Ha desa, ular mana tushunchalar. Yaxshi odamlar, lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Demak, birdaniga o'sha bo'lib qolmaydi.